Dumg'azasini sirg'az olib qo'yish kerak. Nimaligini bilasizmi? Yo'q. Dumg'aza dumbani sasib qo'yadigan narsa dumg'aza bo'ladi. O'shanga sirg'az yechish kerak-da buni. Ha, ko'karib hidlanib qolmaydi, to'g'rimi? Dumg'aza aynitadi-da. Shunga sirg'az olib tashlash kerak imkon qadar. Zo'r maslahat bo'ldi. Sertishga bo'ldi. Endi tush olamiz. Tushni suyi siqib oliraman. Kichkina qilib. Mana norillaga borsa boshqacha bo'ladida yana. Kimdir suyli oldiradi, kimdir suysiz oldiradi. Bu norillaga zo'rda. Ziralab to'g'rama. 3 ta ochdi. Suyini olib tashlaymiz. Sho'rvalarga zo'r bo'ladi. Tush. Ahmetli bezchasini olib tashlaymiz. Ahmetli bezi bo'ladi. Ko'pchilik bilmaydi shu narsani. Mana bu to'g'ri, bilishdi. Mana bu bezi bo'ladi. Mana bu ichkarida ko'rasizmi? Ikkita chetida bo'ladi. Bitta. Mana bu chetida ikkinchisi. ko'z bezi shuni aytilar ekan. Ha. Ikkita bez chiqdi. Qimirlashini qarang. Ha, nerv bo'lmagan. Qo'lni ko'chiramiz. Saqlab olaylik. O'labbe. Ha, chiqazib yuboring bo'ldi. Ha. Qo'lda katta chiqdi. Qo'lda ham bezni olib tashlaymiz. Ko'pulari bilan qo'shib. Mana bezchasi mana. Ko'rindi? Ko'rindi. Mana shu bezni olib tashlash kerak. Tashlaymiz. Nima ham bor, qo'lon bezi. Olib tashlaymiz. Ikkinchi qo'ldan. Agar choy ochilsa, ikkala bez ko'rinar ekanda. Bu yog'ini ham bezlari bilan olamiz. Ana mashhur kure olish jarayonini ham ko'rsataverasiz.
ko'pchilik 3 kelganda qiynaladi-ku. Hmm. Shuning uchun oldindan chop olish kerak uchun. Taqib oldim. Endi bu yoqdan olsam olib Yo'q, olgin. Deyman. Kamarni olib tashlaymiz endi. Sen ushlab turasiz sen. Beri.